O'zbek adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining qisqa va murakkab hayot davomida sermasxul ijod qilgan buyuk iste'dod sohibi. Shoh va shoir, suronli hayot yo'li, uning Hind tuprog'ida amalga oshirgan buyuk ishlari, jahon adabiyotiga qo'shgan ulkan hissasi birin-ketin gavdalanadi. Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asari jahon madaniyatining nodir yodgorliklaridan biridir. Boburnoma O'zbek nashrining go'zal namunasi, adabiy va tarixiy ahamiyatga molik asar, me'omar, ya'ni esdaliklar to'plamidir. Boburnomada voqea hodisalar kunma-kun, yilma-yil tadrijiy tartibda berilib, Bobur taxtga chiqqanidan umrining oxirgi davrigacha o'z ichiga oladi. Boburnomada adibning shaxsi, uning tarjimai holi, xarakteri va qiziqishlari, kishilarga munosabat borasida qarashlari tegishli tarzda o'z aksini topgan. Unda Bobur o'z davridagi ko'plab kishilarning turli vaziyatdagi kechinmalari, Osiyoning ko'plab tog'lari, daryolari, o'rmon va cho'llari, iqlimi, aholisi, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy ahvoli haqida ma'lumotlar jamlangan. Asarda tarixning Bobur yashab o'tgan davri voqealari ifodalangan. Bu voqealar Andijon, Samarqand, Xo'jand, Hirotdan boshlab Qobil va Agragacha bo'lgan qamrovga ega. Ya'ni unda O'rta Osiyodan boshlab Hindistongacha bo'lgan masofadagi deyarli 50 yillik voqealar haqqoniy ifoda va bahosini topgan. Boburnomada voqealar bayoni aniq, ixcham va lo'nda, ta'sirchan, eng muhimi hayotiy haqiqatga mos va muvofiqligi bilan e'tiborlidir. Voqealar bayonida tabiat tasviriga, ayrim joylar tavsifiga, alohida kishilarning ta'riflariga jiddiy ahamiyat beradi. Ushbu durdona asar sizning kitob javoningizda munosib o'rin egallashiga ishonamiz. Zero bunday buyuk asarlar asl kitobxonning ko'ngil mulki bo'lib qolishi shubhasizdir. Ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz.